Jonim, bayram kuni yonimda bo'lasizmi? Bayramdan keyin ko'rishamiz sen bilan. Mayli. Bo'ldi, bor. Davlat. Yetmadi-da. Alo? Adolat. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Qayerdasan? Dorixonaga chiqqandim bolalarga dori-darmon olishga. Oldingmi? Ha, oldim. Qara Adolat, hozir senga kartanga pul tashiyman-da. Xo'p. Kennoying salonda edi. Sen bilan razmeri bir xil-ku, vkusing ham bir xil. Chiroyli, eng qimmatlaridan bir 4 ta oyoq kiyim olgin. Keyin qayerdaligingni aytsang, men sendan borib olaman. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Elektr do'konimizga xush kelibsiz. Rahmat. Eng zo'r oyoq kiyimlaringizdan ko'rsating. O'zingizgami? Yo'q, kenayimga. Buni ko'rasizmi? 700 ming sotilgan, Ramazon munosabati bilan 299 ming skidkaga qo'yilgan. Bular qanchadan? Bular hammasi 520 minggacha sotilgan, Ramazon aksiyasi bilan 299 ming. Bular ham 299 mingdanmi? Do'konimizdagi barcha mahsulotlar 299 mingdan. Ya aka, mana tanlab qo'ydim. Voy, rosa chiroyli narsalar tanlabsan. Ke o'zing kiyib ko'rchi? Voy, aka, tanlashga tanlab qo'ydim, lekin kenayimga yoqarmi? Yoqadi, o'tir, kiyib ko'r. Aka, qo'ying, o'zim kiyaman. Ke, singlim. Mani kechirsingmi? Nimaga? Shuncha pul topibman-u, seni unutibman. Yur endi hayitga ustingga ham chiroyli liboslar olib beraman. Bularchi? Hammasini olib ketamiz. Bular senga edi.